Futbol ancha o'zgarib ketdi, lekin hali ham total futbol, ya'ni muxlislar yoqtiradigan o'yin uslubi bilan ham chempion bo'lish imkoni bor. Buni bizga Pep Guardioladan keyin Luis Enrique ham isbotlab bermoqda. Assalomu alaykum futbol loyiha YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun bizda navbatdagi tahliliy video. Chempionlar Ligasi finalidan o'rin olgan PSG Inter bahsini birgalikda tahlil qilamiz. PSG o'yinlarini bungacha 3 bora tahlil qilgandik. Kanalimiz kuzatuvchilari uchun PSG jamoasining o'yinlari unchalik yangilik emas. Lekin finalda qanday qilib Inzaghi jamoasiga umuman imkon qoldirmadi? Buni yaqin daqiqalar ichida ko'rib olamiz. Bunday tahlillarni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa tahlilni boshlaymiz. Sizlar bilan Kamina Farhod Tulkunov. Boshladik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. PSG ham Inter ham uchrashuvni odatiy sxemada boshlashdi. Parijliklar klassik 4-3-3 da tushgan bo'lsa, milanliklar zamonaviy 3-5-2 da maydonga chiqib kelishdi. Ikkala jamoa ham optimal tarkibda edi va odatiy almashadigan futbolchilarda o'zgarishlar ham bo'ldi. Masalan, Interda himoya triosi yangilanib turadi. Bastoni va Cherbi ko'pincha asosiy tarkibda bo'lishsa, De Vrij, Jan Bissek va Pavardlardan biri ham maydonga tushadi. Inzaghi finalga Pavardni tashlagan edi. PSJda esa odatiy rotatsiya bo'ladigan chiziq bu hujum chizig'i. Dembele, Kvara, Barkali hamda Due kvartetidan odatda bittasi o'zgarib turadi. Muhim bahslarda bu o'zgarish Due va Barkali o'rtasida bo'ladi. Finalda ham Barkali zaxirada qoldi va uning o'rniga Due maydonga tushdi. PSG uchrashuvni odatiy uslubda boshladi. To'pni shunchaki outga tepib yuborib, Interga pressing qilishga o'tdi. Buni Enrique jamoasi ushbu mavsumda ko'p bora qo'llamoqda. Masalan, Liverpool PSG bahsi tahlilida ham bunga to'xtalib o'tgan edik. Ushbu pressingda darvozabondan tashqari barcha faol ishtirok etdi. Interning 3 himoyachisi PSJning 3 hujumchisi tomonidan yopilgan. 3,5 himoyachilarni ham aynan markazga javob beruvchi futbolchilar yopishayotgan edi. Mendes Lautaroni qo'riqlayotgan bo'lsa, Hakimi har ehtimolga qarshi o'ng qanotni qo'riqlayotgan edi. Ikki markaziy himoyachi ham oldindagi Thuramni yopib turishgan edi. Dumfries ham aynan Thuramning ikkinchi qavatdagi ustunligidan foydalanish uchun va eng xavfsiz variant bo'lgani uchun ham Markus tomonga to'pni otib beradi. PSG esa bu pressing orqali to'pni yana qaytarib olib, build-upda hujum tashkil qiladi. Ushbu pressing orqali ilk daqiqalardanoq Interning yuqori bosimga o'tkazmaslik va jamoaning o'ziga bo'lgan ishonchini Enrique oshirib olmoqchi edi. Luis o'z maqsadiga yetishdi. Lekin shunga qaramay ilk daqiqalardan Interning pressingi natijasida PSG futbolchilaridan ham xato ko'rdik. Hozirgi kundagi eng yaxshi chap qanot himoyachilaridan bo'lib turgan Nuno Mendes esa sheriklarining xatosini to'g'rilab, hujumni markazdan boshlashga yordam berdi va Hakimi Fabian Ruiz yordamida Interni orqaroqqa o'tishini ta'minladi. Inter yuqori pressingda 4-4-2 sxemasida harakat qilgan bo'lsa, himoyalanishda 5-3-2 ga o'tib oldi. PSJning hujum tashkil qilayotgandagi sxemasi 3-2-5 bo'ldi. Ushbu sxemada faqatgina Marquinhos va Pacho joy almashishmadi. Qolgan barcha futbolchilar hujum tashkil qilinayotgan qanotga yoki vaziyatga qarab joylarini almashib turishdi. Masalan, ushbu hujumda Vitinha 3-markaziy himoyachi, Hakimi va Neves esa markazda. 1 daqiqadan keyingi hujumda esa Mendes 3-himoyachiga aylandi. Vitinha esa markazlashdi. Joao Neves yana markazda, lekin bu safar o'ngroqqa o'tgan. Oldindagi futbolchilarning almashishlari haqida esa har doim videolarda gapirib kelamiz. Inter esa ushbu bahsda birinchi raqamli jamoa bo'lib o'ynashdan ma'no yo'qligini yaxshi bilardi va raqibni pressing natijasida xato qilishga majbur qilib, o'zlarining imkoniyatlariga ega bo'lishga harakat qilishdi. 5 daqiqa ichida 2 bora bu vazifani uddalashdi. Birida Neves xatosidan so'ng Thuram to'pni egallab olgan bo'lsa, ikkinchisida Dembelening noaniq uzatmasidan so'ng Mkhitaryan to'pni
egallab olgan edi. Har ikki hujumni PSG qanot himoyachilari bartaraf qilishdi. PSJning yovvoyi pressingi bu alohida mavzu. Ayniqsa Dembelening 90 daqiqada umuman tinmagani tahsinga sazovor. Ko'pchilik undan finalda gollar urishini va oltin to'p uchun asosiy da'vogar bo'lishini kutgan edi. Lekin fransiyalik hujumchi qora mehnatni tanladi va shunda ham o'z hisobiga 2 assistni yozdirib qo'ydi. O'yindan keyin Enrike ham Dembeleni aql bovar qilmas darajada pressing qilgani va raqiblarni nafas olishga qo'ymaganini aytib o'tdi. Qolaversa, jurnalistlarni ham savolga tutdi. Hozirgi kunda Dembeledan yaxshiroq 9lik futbolchi ayting deya. Endi butun jamoaning pressingiga to'xtalsak, PSG raqib jarima maydonidayoq 4 futbolchi bilan pressing qildi. Dembele faol tarzda to'p uchun kurashgan bo'lsa, qolgan futbolchilar raqiblarni yopishdi. Inter markazdan hujumni qanotga ko'chirayotgan paytda ham PSJning yana 2 futbolchisi yetib kelib raqibdan to'pni ko'pincha olib qo'ydi. Chap qanotda Hakimi va Neves yetib kelgan bo'lsa, o'ng qanotda Mendes va Vitinyalar qo'shimcha pressing qiluvchilar bo'lishdi. PSG 8-daqiqada to'liq futbolchilar bilan birga raqib maydoniga o'tib, dominantlik qilishni boshladi. Maydon markazida Vitinha orkestrning dirijori kabi harakat qildi. Har bir pressing, har bir pas aynan uning ritmida yangradi. Ilk zarbani standartdan so'ng Marquinhos yo'lladi. Interning yaxshi himoyalanishi natijasida 2 bor Dembele va duellar olisdan zarba yo'llab ko'rdi. PSJning bu pressingidan asosan Di Marconing long bollari orqali Inter chiqib ketishga urindi. Birinchi urinishda italiyalik himoyachi xatolikka yo'l qo'ygan edi. 10-daqiqada esa bir uzatma orqali PSJni ancha ortroqqa qaytishga majbur qildi va bu orqali raqibga pressing qilishni jamoasi boshladi. Pressing natijasida Donnarumma ham xatolikka yo'l qo'yib, to'pni jamoaga qaytarib berdi. PSG tarkibidagi Enrikega mos bo'lmagan yagona futbolchi ham italiyalik posbon, lekin Gianluigi seyflar orqali buni yopib tashlayapti. Parij jamoasi 12-daqiqada Inter himoyasini davomiy hujumlar, joylarni almashtirishlar natijasida vayronaga aylantirdi. Eng tartibli himoyalanadigan jamoaga bunday oson gol urishni boshqacha ta'riflab bo'lmaydi. Odatdagidek hujumni Vitinha boshladi. Qanotdan yorib kirgan Kvara to'pni Ruizga qoldirib, o'zi markazlashadi va joyni Duega qoldiradi. Hvichaning harakatlari orqali Due bo'sh qolib ketdi. Yanada chuqurroq tahlil qiladigan bo'lsak, Kvara Acherbini chalg'itib, Duega bo'sh zona ochdi. Gruziyalik futbolchini markazlashganini ko'rgan italiyalik himoyachi oldinga ko'tarildi. Bundan tashqari Kvara Bastonini ham ushlab turdi, ya'ni blok qo'ydi. Di Marco esa 2 futbolchi qarshisida qolib ketgach, dastlab ofsayd yuzaga keltirishdi. Kech qoldi va ikkisini ham qo'riqlay olmadi. Natijada Hakimi sobiq jamoasiga gol kiritdi. Marokashlik futbolchi golini nishonlamadi. Dastlabki 15 daqiqadagi ustunlikni PSG hisobda aks ettirishga ham ulgurgan edi. PSG vakillari goldan keyin 1 soniya ham pressing qilishdan to'xtamadi. Yaxshiyamki Inter darvozasida oyoqda erkin o'ynay oladigan Zomer, shvetsariyalik posbon ancha-muncha pressinglarni bartaraf eta oldi. Qolaversa sheriklari unga qaltis uzatmalar berishgan paytda ham to'pni xato qilmagan holda uzoqlashtira oldi. PSG vakillari o'yinga borlarini tashlashgani har bir epizodni oxirigacha yakunlab qo'yishayotganda ham bilishimiz mumkin edi. 20-daqiqada mana shunday epizodni oxirigacha yakunlash natijasida Pacho jamoasining qarshi hujumini boshladi. PSJning super hujum triosi esa qarshi hujumni gol bilan yakunlab ortga qaytadi. Kvara hujumni boshlab vaqtida Usmonga uzatgan bo'lsa, Dembele ham vaqtida hujumni qarama-qarshi qanotdagi Duega uzatadi. Desirening zarbasi esa rikoshet natijasida darvozadan joy oladi. Di Marco yana so'nggi himoyachi bo'lib qolib ketdi. Hech kim uni qo'llab-quvvatlamadi. Natijada italiyalik himoyachi ikkinchi golda ham asosiy aybdorlardan bo'lib qoldi. Inter ilk zarbasini 23-daqiqada standartdan so'ng yo'lladi. Shunda ham bilishimiz mumkinki, jamoada pozitsion hujumlar, qarshi hujumlar
ishlamadi. Enrike jamoasi raqibni to'psiz yugurishga majbur qildi. Jamoa maksimal yaxshi nuqtaga chiqmaguncha zarba yo'llamadi. Natijada esa paslar yanada ko'payaverdi. Qanotlarni almashtiraverishdi. Haddan tashqari ko'p to'psiz harakatlar natijasida esa Inter futbolchilarida elementar xatolar ham kuzatila boshladi. 29-daqiqada PSJning xatosidan so'ng Barella qaror qabul qilishga kech qoldi. Uzatmaga ham, zarbaga ham. Natijada ofsayddagi sherigiga uzatma berdi. Pavardning maydonga tushishi to'g'riligini 29-daqiqada ko'rsatib qo'yishi mumkin edi, lekin Vitinha 2 bor xavfni bartaraf etdi. Inter hisobdan kelib chiqib, pressing uchun oldinga ko'tarila boshladi. PSG futbolchilari uchun esa bu qarshi hujumlar imkoniyatini yaratdi. 31-daqiqada Inter deyarli barcha futbolchilarni yopgandek edi. Neves ham ishonchsiz to'pni o'ziga bo'ysundirgunicha Inter futbolchilari to'pni olib qo'yishga tayyordik edilar, lekin Joao kutilmaganda bitta pas bilan jamoasining 3-3 qarshi hujumini boshladi. Ushbu hujumdan keyin Inter ham ancha qo'rqib qoldi va maksimal tavakkal qilmaslikka, gol urishga ko'zi yetsagina tavakkal oldinga o'ta boshladi, lekin PSG vakillarini umuman to'xtash niyatlari yo'q edi. Dembele va Due tinimsiz ravishda pressing uyushtiraverishdi. Inter ko'pchilik bo'lib PSJning pressingdagi hujumchilarini ortda qoldirib hujum tashkil qilgunicha Interning oldingi zonasida futbolchi yetishmay qolaverdi. Ortdagi katta mehnatdan so'ng hujumgacha jamoa yetib bora olmadi va hujum qilish imkoniyati qo'ldan boy berildi. Interning ikkinchi zarbasi ham burchak zarbasidan so'ng yo'llandi. Inter markazdan yorib kirishga qiynaldi. Yorib kirganda esa zarba yo'llashga kech qoldi. Qanotdan uzatilgan to'plarni esa Pacho va Marquinhoslar bartaraf eta olishdi. PSG raqibning hujum qilishiga imkoniyat berib, 44-daqiqada yana bir gol kiritishi mumkin edi, lekin Dembele zarbaga moslasha olmadi. Inter hujumga kam o'tgach, Lautaro ham markazga qaytib, hujumlar tashkil qilishga yordamlashdi. Argentinalik futbolchining o'yindagi o'rtacha harakat qilgan pozitsiyasi ham yarim himoya edi. Ikkinchi bo'limda bunga yana to'xtalamiz. Birinchi bo'lim haqidagi xulosalarni statistikaning o'zi ham ko'rsatib turibdi. 2 zarba va ikkisi ham noaniq. Bundan tashqari 2 zarba ham burchak zarbasidan so'ng yo'llangan. To'p nazorati 63 ga 37. Enrike Inzagiga birinchi bo'limda umuman imkoniyat qoldirmadi. PSG ikkinchi bo'limni ham o'zining go'zal hujumlari bilan boshladi. Hujumdagi trio va ularning ortida harakat qilayotgan Fabian Ruiz bir-birlarini a'lo darajada tushunib, qo'llab-quvvatlay olishayotgan edi. Bundan tashqari Interdan farqli PSG zarbasi ortga kamdan-kam holatda qaytayotgan edi. Bu orqali Interning qarshi hujumga o'tish imkoniyatini bermayotgan edi. Ikkinchi bo'limda PSJning 5 futbolchisi pressing qilishni boshladi. Inter ham shunday kutib olmoqchi bo'ldi, lekin PSG darvozaboni xato qilishi mumkinligini bilib, to'pni erkin zarba bilan o'yinga kirita boshladi. Milanliklar qanchalik ko'p yugurmasa, PSG futbolchilari kamroq yugurib, o'yinni nazorat qilishayotgan edi. Ikkinchi bo'limdagi 3-xavfli zarbani ham hisobda oldinda borayotgan jamoa yo'lladi. Inter o'yinni o'zgartirish uchun 54-daqiqada 2 o'zgarish amalga oshirdi. Pavard va Di Marco o'rniga Zalewski va Bissek maydonga tushdi. Bissek himoyadagi bo'shliqlarni to'ldirishi kerak edi. Zalewski esa qanotdan hujumga faollik qo'shishi lozim edi. Lekin 60-daqiqadagi Bissekning jarohati natijasida Inzagi rejalarini yana o'zgartirishiga to'g'ri keldi. 61-daqiqada PSJdan navbatdagi go'zal hujum. Inzagi Bissekning jarohatidan keyin u bilan birga Mkhitaryanni maydondan olib tashladi. Ularning o'rniga Darmian va Augustoni maydonga tushirdi. Augusto qanotdan joy olgan bo'lsa, Darmian himoyaga tushdi. Bu o'zgarishlar natijasida yana 2 pozitsiya ham o'zgardi. Lautaro ko'proq markaziy yarim himoyaga qaytgan bo'lsa, Zalewski markaziy hujumda o'ynay boshladi. Inzagi agar Bissek jarohat olmaganda bunday o'zgarishlar qilmasdi, balki Mehdi Tarimini zaxiradan markaziy hujumchi sifatida maydonga tushirardi. Ammo futboldagi jarohat finalda
Interni ham ayab o'tirmadi. Natijada Inter futbolchilari yangi pozitsiyalarga joylashib ulgurmasidan Vitinha to'liq maydonni kesib o'tib, Duega assistni amalga oshirdi. 19 yoshli hujumchi esa ushbu gol orqali finalning eng yaxshi futbolchisiga aylandi. Lekin ushbu golning 90%ni Vitinha bajarib berdi. Vitinha pas berishi bilanoq darhol o'zi ochilib, sheriklariga ideal variant bo'lib berdi. Bu paytda Ruizning ham ortga qaytgani Inter yarim himoyachilarini biroz chalg'itdi. Vitinha esa to'xtamadi. Dembele ham Kvaraga pas beradigandek bo'lib, Vitinhaning o'ziga uzatmani berdi. So'nggi pallada ham portugaliyalik yarim himoyachi vaqtida Duega uzatma bera oldi. Luis Enrique ham Vitinhaning o'yiniga to'xtalib o'tdi. Ispaniyalik murabbiy shunday deydi: "Ba'zida Vitinhaning o'yinini tomosha qilaman-da o'ylayman, bu mening taktikam emas, bu PlayStation. U maydonda suzadi, o'yin tempini boshqaradi. Go'yo maydon uning uyi. Agar o'tgan mavsum Rodri oltin to'pni yutgan bo'lsa, unda Vitinha ham shubhasiz bunga loyiq. Siz bu fikrga qo'shilasizmi? Oltin to'p uchun bu yilgi asosiy nomzod kim? Izohlarda yozib qoldiring." PSG 67-daqiqada super o'yin o'tkazgan Dueni o'rniga Barkaliyani maydonga tushirdi. 70-daqiqada Dembele super uzatma orqali yana bir xavfli hujum boshlaydi. Jarima maydoni ichida PSJning 2 vingeri va 2 qanot himoyachisi, lekin Mendes zarba yo'llay olmadi. Ikkinchi tempda esa Barkaliyaning zarbasi noaniq ketdi. 79-daqiqada esa maydondagi eng ko'p mehnat qilgan futbolchi Xvicha Kvaratskhelia gol kiritdi. Kvara ushbu bahsda Dembele bilan birgalikda gol uchun eng ko'p loyiqlardan edi. Dembele ko'proq hujumda pressing qilib to'xtamagan bo'lsa, Xvicha Mendesga juda ko'p yordamga bordi. Ikkinchi golda ham 3-pasni berganini yaxshi eslasangiz kerak. 79-daqiqada Dumfriesni oxirigacha ta'qib qilib to'pni olib qo'yishi bu futbolchining maydonga faqat g'alaba uchun tushgani va uning xarakterini ko'rsatib berdi. Nafaqat futbolchining, balki butun jamoaning xarakteri shunday edi. Menimcha, Xvichaning o'rnida boshqa PSG futbolchisi ham xuddi shunday oxirigacha kurashardi. Inter o'zining birinchi aniq va golli zarbasini 75-daqiqada berdi. Barella bir futbolchini aldab Tyuramga uzatma bergandi. Markusning yo'llagan kuchli zarbasini esa Donnarumma qaytardi. 81-daqiqada Barkaliya triodan kam emasligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi. Inter futbolchilarining xatosidan so'ng to'pni egallab olgan fransuz jarima maydoni ichiga yaqinlashib 2 futbolchini aldab, juda yaqin nuqtadan noaniq zarba yo'lladi. To'g'ri 0dan keyin Enrique yetakchilarni maydondan oldi. Kvara, Ruiz, Neveshlar o'rniga Zaire, Ramos va Mayulular maydonga tushdi. Aynan Mayulu 2 daqiqadan so'ng jamoasining 5-golini kiritdi. Barkaliyadan assist. Hakam ham ushbu uchrashuvga hech qanday daqiqa qo'shib bermadi. Shu tariqa PSG ilk bor Chempionlar Ligasi sovrinini qo'lga kiritdi. Luis Enrique esa ikkinchi klubi bilan treble'ga erishdi. Shu bilan navbatdagi tahliliy videomiz yakuniga yetdi. Sahifamizga obuna bo'ling, biz esa o'yinlarni tahlil qilishda davom etamiz.